Shuni ertalab qilamizmi? Yo'q, ya ertalab bozor ichib ketaman-ku. Assalomu alaykum onajon, o'g'lingiz shahardan keldi. Ya bolam. Qanday o'g'lim? Yaxshi yuribsanmi? Shahar qanday? Zo'r. O'qishlar bilan maza qilib yurishni hech kim ish bermaydi. Qolganing bilan sen qotiryapsan ishni. Hamma studentlar ozib kelsa, sen nabarat bir 10 kilo semiribsan o'g'lim. Ha, to'g'ri-da, oyiga 2 milliondan qoringa ketayotgan ekan-da, daftar ruchka bu yoqda qolib, ish qilib kontrakt pulini to'layapsizmi? Menga qara bolam, qurting bormi? Namcha uf qilib qimirlaverasan. Oyog'im ushyapti ona. Qoning qo'yilib ketdimi ekan? Shaharda kvartiraga divanga o'tirib, stol ustulga o'tirib, dars qilib, ovqatlanish ham shunaqa. Oyoq o'rganmagan, endi qishloqqa kelib ana shunaqada oyoq. O'ylay, 3 oy bo'ldi, endi o'qishga kirdik. O'zingni bunchalik shaharlik qilma. Bo'lmaydi, bo'ldi, men uyga o'zim mebel yasab turib kelaman. Bu uyda o'zimiznikidan ol arzon. Rahmat. Men ularni bilaman, ish hal turadi. Ichiga eski chag'ib tiqala, eski machalkani tiqala, unga bir o'tirib bilasiz. Erta bir oydagi poq qiladi, turjigasi chiqadi uni. Yulduz mebel degani bor, o'zi kelib, o'lchab, chotki qurib berib ketadi. Men o'zim chaqiraman, uyga kelalar, pulini ham o'zim beraman. Chiroyli qilib o'rnatib qo'yib ketdim. Undan tashqari mebel sohasida nima narsa kerak bo'lsa, akani o'zlari ana shunday qilib beradi. Aziz aka. Biz ham maza qilar ekanmiz-da. Mazza qilmay o'ling siz.